Assalomu alaykum. Sizlar bilan Ruxsora Shuhratovna English Academy bugungi darsimizni boshladik. 16-mavzu Adjectives, Adverbs, Comparisons. Adjectives and Adverbs. Adjective o'zbek tilidagi sifat so'z turkumiga to'g'ri keladi. Ya'ni ular otni ifodalab keladi, qanaqa ekanligini tasvirlaydi. Va shuning uchun ham ot so'z turkumidan oldin qo'llaniladi. Masalan, this is a big house. Bu katta uy. Bu yerda house, uyni qanaqa ekanligini ko'rsatib kelyapti sifat. A big house, katta uy. Qanday uy degan ma'noda. Bundan tashqari, adjectivesni to be fe'lidan so'ng ham foydalanamiz. Masalan, he is poor. U kambag'al. Bu yerda is to be va undan so'ng sifat qo'llanilyapti. Ularning birlikdagi yoki ko'plikdagi shakllari mavjud emas. Masalan, they are poor. Ular kambag'allar yoki ular kambag'al. Poor deyilmaydi, chunki birlik yoki ko'pligi mavjud emas. Adverb, ravish. O'zbek tilida ravish so'z turkumiga to'g'ri keladi. Ular fe'lni ifodalab keladi va ish harakatning qanday, qayerda, qachon yoki qanchalik tez-tez bajarilganligini ko'rsatadi. Adverbs odatda fe'l so'z turkumidan so'ng qo'llaniladi. Masalan, he walks slowly. U sekin yuradi. Walks bu yerda fe'l, kesim va qay tarzda yuradi so'rog'iga slowly javob beryapti. John's here. John bu yerda. Qayerda so'rog'iga javob beryapti bu yoqda. He wakes up early. U ertachi turadi. Wakes up fe'l, kesim, early adverb. Qachon uyg'onishini ifodalab kelyapti. Va e'tibor bering, bu yoqda fe'llardan so'ng adverblardan foydalanilgan. Ba'zan adverbs asosiy fe'ldan oldin ham qo'llaniladi. Masalan, she often visits her parents. U tez-tez ota-onasinikiga tashrif buyuradi. Visits bu yerda fe'l va undan oldin often qo'llanildi. Qanchalik tez-tez ish harakat bajarilganligini ko'rsatyapti. Va bu turdagi adverblar, ya'ni fe'ldan oldin qo'llaniladigan adverblar asosan adverbs of frequency lar hisoblanadi. Adverbning shakllanishi, ya'ni ravishlarning yasalishi. Biz odatda ravishlarni sifatlarga ly qo'shimchasini qo'shish orqali hosil qilamiz. Masalan, slow, slowly. Sekin, sekinlik bilan. Slow ot so'z turkumini ifodalab keladi, slowly esa fe'l so'z turkumini. Li harflari bilan tugagan adjectiveni ravish so'z turkumiga aylantirish uchun i ni tushirib qoldiramiz va o'rniga y harfidan foydalanamiz. Masalan, simple, simply, oddiy, oddiylik bilan, soddalik bilan. I tushirib qoldirildi va y dan foydalanildi. Adjectivening oxirgi harflari undosh va y harfi bilan tugaydigan bo'lsa, bu holatda y dan foydalanmaymiz va uning o'rniga ily qo'shimchasini qo'shamiz. Misol uchun, angry, jahldor, badjahl, angrily, jahl bilan, g'azab bilan kabi. Y tushib qoldi, o'rniga ily dan foydalandik. L harfi bilan tugagan adjective ravish so'z turkumiga o'zgartirilayotgan vaqtda ly qo'shimchasini oladi. Misol uchun, careful, ehtiyotkor, carefully, ehtiyotkorlik bilan. Irregular adverbs. Ba'zi ravishlarni sifatga faqatgina qo'shimcha qo'shish orqali hosil qila olmaymiz. Ularning o'zagi butkul o'zgarib ketishi ham mumkin yoki sifat bilan bir xil shaklda qolishi ham mumkin. Masalan, jadvalda ko'ramiz. Adjective, adverb. Sifat va ravish ustunlari good, yaxshi, yaxshi bola. Misol uchun, well, yaxshi, bu ishni yaxshi bajarding kabi.
Fast tez, bir xil shaklda. Hard qattiq, hard qattiq, kuchli. Early ertachi, early bu ham ertachi, ma'nosi bir xil. Late kech qolmoq. Ko'rib turganingizdek, well'da hozir o'zak butkul o'zgardi, qolganlari sifat bilan bir xil shaklda, ammo so'z turkumi boshqa. Look qaramoq, smell hidlamoq, sound tuyulmoq, eshitilmoq, feel his qilmoq, taste mazza ta'mga ega bo'lmoq kabi fe'llar bilan adjektiv qo'llaniladi, adverb emas. Bu yerda formula look, smell, sound, feel, taste dan so'ng adjektiv. Misol uchun, they look happy. Ular baxtli tuyuladi, ko'rinadi. He feels terrible. U juda yomon his qiladi. Comparisons taqqoslashlar. Ingliz tilida sifatning 3 xil daraja shakllari mavjud. Birinchisi positive oddiy darajada, ikkinchisi comparative qiyosiy darajada, uchinchisi superlative orttirma darajada. Misol uchun, aqlli oddiy darajada, aqlliroq qiyosiy darajada, eng aqlli bu orttirma darajada. Birinchi qoida. Positive adjektivga hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi. U shunchaki otni ifodalab keladi va taqqoslanmaydi. Misol uchun, this house is big. Bu uy katta. Uyni qanaqa ekanligini ifodalab kelyapti bu yoqda va big sifatning o'zak holatida qo'llanildi, hech qanaqa qo'shimchalarsiz. It's also expensive. U shuningdek qimmatdir ham. Bu yerda expensive sifat ham qo'shimchalarsiz qo'llandi. U ham otni ifodalab kelyapti, uyni, qimmat qanaqa ekanligini ifodalab kelyapti. Ikkinchi qoida, comparative adjective, ya'ni qiyosiy darajadagi sifatlar. Ikkita inson yoki narsalarni taqqoslash uchun qo'llaniladi. Comparative adjectivelardan so'ng biz than dan foydalanamiz. Bu dan ko'ra deb tarjima qilinadi. Comparative dan so'ng than. Okay. Misol uchun, Tom is taller than Richard. Tom Richarddan ko'ra balandroq. Uchinchi qoida. Biz superlative adjectiveni 3 yoki undan ko'p insonlar yoki narsalarni taqqoslaganda foydalanamiz. Uning yasalishi quyidagicha: the article, superlative daraja va of, in predloglari qo'llaniladi. Masalan, Chris is the tallest of all. Chris barchamizdan eng uzuni. Bu yerda tallest superlative daraja, undan oldin the article, undan so'ng esa of predlogidan foydalanildi. In predlogidan so'ng joylar qo'llaniladi yoki joy qo'llaniladi. Misol uchun, Russia is the largest country in the world. Rossiya dunyodagi eng katta mamlakat. The article, largest bu yoqda superlative daraja va in joy, in the world, dunyoda. Yasalishi: bir yoki ikki bo'g'inli sifatlar comparativeda er, superlativda esa es qo'shimchasi bilan hosil qilinadi. Masalan, fast tez bir bo'g'inli, faster tezroq, the fastest eng tez. Ikki bo'g'indan ortiq sifatlarda esa comparativeda more, superlativda the most so'zi bilan hosil qilinadi. Misol uchun, beautiful chiroyli, more beautiful chiroyliroq, the most beautiful juda chiroyli yoki eng chiroyli. Ba'zi bir istisno sifatlar esa comparativeda ham er, ham more so'zi bilan, superlativda esa es ham most so'zi bilan hosil qilinadi. Ikkala shaklni ham bir barakayda ola oladi. Misol uchun, clever aqlli, stupid ahmoq, narrow tor, gentle muloyim, yumshoq,
friendly, do'stona kabi so'zlar. Masalan, clever aqlli, cleverer aqlliroq, more clever aqlliroq. Ikkalasi ham mumkin, ikkalasi ham xato emas. Clever aqlli, cleverest eng aqlli, the most clever eng aqlli. Ravish ham xuddi shu shaklda yasaladi, ya'ni adjectivening superlative va comparative qanaqa yasalishi bo'lsa, ravishda ham xuddi shunaqa. Faqat sifatlarga ly qo'shimchasi qo'shish orqali yasalgan ravishlar comparativeda more, superlativeda the most dan foydalaniladi. Masalan, carefully ehtiyotkorlik bilan, more carefully yana ham ehtiyotkorroq, most carefully juda ehtiyotkor yoki eng ehtiyotkorlik bilan. Irregular comparatives and superlatives, ya'ni comparative va superlative darajalarning irregular holatlari, ya'ni kim faqatgina er yoki more, es yoki most ni qo'shib yasay olmaydigan holatlarimiz. O'zakning butkul o'zgarib ketishi. Positive, comparative, superlative darajalar. Good, well, yaxshi. Yaxshiroq deyishimiz uchun better deymiz, gooder emas. Superlativeda the best, eng zo'r. Bad, badly, yomon. Worse, yomonroq. Worst, eng yomon, juda yomon. Much, many, a lot of. Ko'p, more, ko'proq. Most, eng ko'p. Little, kam. Less, kamroq. Least, kam, eng kami. Far, uzoq. Further, farther, uzoqroq. Furthest, farthest, eng uzoq. Yoki qo'shimcha degan ma'nosida ham ishlatiladi further. As, not as. Bu dek, kabi degan ma'noni ifodalaydi. Ikkita odam yoki narsalarning o'xshashliklarini aytmoqchi bo'lsak, as strukturasidan foydalanamiz. Masalan, Helen is as tall as Kate. Helen Kate dek yoki Kate kabi uzun. Inkor gaplarda esa yuqoridagi as shaklini oldidan not so'zini ishlatamiz. Ya'ni quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Not as sifat yoki adverb, as. Misol uchun, Mary is not as clever as Julie. Mary Julie kabi aqlli emas. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Siz bilan Ruxsora Shuhratovna bo'ldi. Keyingi video darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.